1944 yılı 6. ayının 5. günü yarım kechada Fransiyaning Normandik Tantan yarim orolidagi sazliqda 120 nafar Angliya parashyut askari o'limni kutib turadi. Ular aslida Normandiyada quruqliq chiqish arafasida Germaniya armiyasining dengiz bo'yidagi zambarak istiqomini pachaqlab tashlash kerak edi. Lekin yo'l boshlashdagi savallik tufaylidan Germaniya armiyasining asos muasira chambarkiga tushib qoldi. Simsiz telegraf apparati zambarak o'qida par bo'lib ketib, bosh shtab bilan bo'lgan aloqasi uzilib qoldi. Germaniya armiyasi to'rt atrofga pulemyot o'rnatib olgan bo'lib, tong yurish bilan umumiy hujum boshladi. Hamma odam atgangacha yasholmaydi. Ular umidsizlangan paytda qo'mondan Leon tuyuqsiz hamroh bo'lib kelgan 3 harbiy absharkaning mo'jizlarcha hayot qolganligini bayqadi. Bu ularning eng oxirgi umidi edi. Faqat bir harbiy absharka o'rin axborotini 320 km yiroqlikdagi Angliya armiyasining bosh shtabiga yetkazib bera olsa, yordamchi qo'shin tong yorishdan burun yetib keladi. Lekin hamma odam bu umidning qanchalik g'uva ekanligini biladi. Bu vaqtda chilaklab qo'ygandek yomg'ir yog'yotdi. Qor bo'ron odamni uchirib o'rgitadi. Germaniya armiyasining charlash atriti butkul yarim orolni qoplagan bo'lib, muasira chambarkidan qochib chiqmoqchi bo'lgan har qanday narsa naq maydonda etib o'ldiriladi. Leon o'rin koordinat yozilgan suv o'tmas qog'ozni avaylab kichik tayoqcha qilib yo'gab, tunji harbiy absharkining bo'yindagi metal chambarakka tiqdi. U harbiy absharkining beshini silab qo'yib, past ovozda "Sendan o'tinib qolay" dedi. Ondan kuchab uning dumbisiga shapaloqlab qo'ydi. Tunji harbiy absharka nihoyat tezlikda qo'lni sunsa 5 barmoqni ko'rgil bo'lmaydigan yomg'ir pardasiga etilib kirdi. Hamma odam nafas olmay uning oyoq tevishining asta-asta qorong'ilikda g'oyib bo'lganligini angladi. 15 minutdan keyin yiroqda o'q ovozi anglandi. Tunji harbiy absharka muzdek sazliqqa mangulik yiqildi. Leon tishini tishlab ikkinchi harbiy absharkani qo'yib berdi. Bu qitim ular faqat bo'g'iq portlash ovozini oldi. Yilqi harbiy absharka ehtiyotsizlikdan Germaniya armiyasi kun qo'ygan minaq desib olgan bo'lib, hatto jestumi qolmagan edi. Hamma odamning ko'zlari xiralashdi. Umidsizlik xuddi so'g'oq sazliq suyga o'xshash uni oz-ozdan besib ketdi. Leonning yanida faqat eng oxirgi bir harbiy absharka qoldi. Uning ismi Rex bo'lib, endi 2 yoshga kirgan Germaniya podshohi ishlaydi. Tunigun parashyutchilar bilan sakrab tushganda uning so'l orqa puti bomba partiyasi tarafidan yaralangan bo'lib, yana qon yiqyotdi. Yo'l mangandimi oqsab mangadi. Leon Rexga qarab xil uzoqcha ikkilinib qoldi. U yaralangan bu kuchukning 320 km halokat yo'lini besib bo'la yoki bo'la olmaydiganligini bilmaydi. Lekin uning buningdan boshqa tanlashi yo'q edi. U axborot xatini Rexning bo'yindagi chambarakka mahkam bog'lab qo'ydi va o'zining chapini bilan uning badanidagi yomg'ir suvi va qondig'ini surtib, uning qo'lqiga "Rex, butun umidimiz senda qoldi. Cho'qim hayot qolg'in" dedi. Ondan u butun kuchi bilan Rexni ittirdi. Rex keyniga burilib Leonga qarab qo'ydi. Ondan yaralangan orqa butini so'rgincha yiroq qorong'ilikka kirib ketdi. Yomg'irlik ichida u oldingi ikki harbiy absharkaga o'xshash cho'ng yo'lda mangmasdan, balki Furash sizmiga tayinib, bik biraqsan chatqanlikka kirib, Germaniya armiyasining charlash atriti va mina rayonidan aylanib o'tib, bo'ron chapqon qarmay Angliya tarafga qarab yugurdi. Muzdek yomg'irsi uning terisini yo'l qilib o'tdi. Uning badani bargan sir eg'irlashib ketdi. Putidagi yara eg'izi yomg'ir suviga chilinib og'rib ketdi. Har bir qadam manganda xuddi pichoq kesayotgandek qiladi, lekin u to'xtashga jur'at qila olmadi. U bo'yniga 120 odamning hayoti bog'langanligini biladi. Germaniya armiyasining projektori yer yuzini qayta sipab o'tdi. Charlash atritining oyoq tevishi uning yenidan ancha yiroq bo'lmagan joyda bo'lib, necha qatim u bayqil qolgan tas qolgan bo'lsa-mu, lekin u o'zining apchil maharati bilan o't cho'plar orasiga yoshirinib olgan. U kechilab yugurib 1 sekundmi aram olmagan, bir yutum suv ichmagan, bir parcha ozuqliqmi yemagan. U oxir Angliya armiyasi qo'mondonlik shtabining darvozasini ko'rganda herb holdan ketgan. U jennini tikan oldi, eng oxirgi biroz kuchi bilan qo'mondonlik shtabining o'ylisiga bosib kirdi. Askarlar Rexni bayqagan chaqda u allaqachon yerga yiqilgan bo'lib sakratga tushib qolgan, so'l orqa puti butlay uzilib ketgan. Qurisqidan daraxt shaxi uzun bir tush kechib qo'ygan, uchi ko'rinib qolgan bo'lsa-mu, lekin uning bo'yni yanada yilqi metal bo'yin chambarkini mahkam qo'g'dab turibdi. Angliya armiyasining bosh shtabi darhol yordamchi qo'shin avatdi. Germaniya armiyasi umumiy hujum boshlashdan 12 minut burun yordamchi qo'shini yetib keldi. 120 nafar parashyutchi askarning hammasi qutqizib olindi. Keyin Rexga Angliyaning eng oliy hayvon ordeni Deakin ordeni berilgan. Harbiy doktorlar butun kuch bilan uni qutqizib qolgan. Garchi u endi yugura olmaydigan bo'lsa-mu, lekin u yana armiyada qilib, toki 1957-yilda vafot bo'lgan qadar harbiy absharka ko'ndirgisining yordamchisi bo'lgan. Nurg'un kishilar kichikini bir ishning nima uchun ashundaq chakdan oshgan sharoitda o'rindiqli bo'lmaydigan vazifani o'rinday oladiganligini tushunmaydi. Amaliyotda buning javobi nihoyat oddiy. U nimaning o'rish ekanligini, nimaning burch ekanligini bilmaydi. U faqat o'zini beqib cho'ng qilgan odamning bir narsasini yana bir yerga olib berishni biladi. U buning uchun o'zining hayotini taqdim qilsin bo'ladi. Biz doim ishni insonlarning eng sodiq do'sti deymiz. Lekin ko'p vaqtlarda ular bizning tasavvurimizdagidan bakrak botir, bakrak vafodor va sodiq. Ular gap qilishni, ifodalashni bilmaydi, lekin o'zining hayoti orqali o'ziga yaxshi muomala qiladigan odamni qo'g'daydi. Mana shunday hayoti badillik kelgan ishonchni mangu qadrlash kerak.